40 kunlikgacha bo'lgan chaqaloqlarni bepul konsultatsiya qilaman degan videomdan keyin menga gap turgan chaqaloqlarning 80% sariqlik bilan kelib turibdi. Bu holatni ko'rib mendim achindim, chunki ota-onalar bolalarni shu darajada yaxshi e'tibor qaratmaydi. Chunki bola 35-38 kunlik chaqaloq kelib turibdi. Sariqlik bilan analiz olib ko'rsak, bilirubinlari 250-300 gacha chiqib turibdi. Bu holat bola uchun xavfli ham og'ir holat hisoblanadi. Bolada nechalik bilirubin oshgani sayin bolada bezovtalik bo'ladi. Ota-onalar shu bezovtalik bo'lishidan qaramasdan bolani uyda saqlab o'tiribdi. Agarda bolada bilirubin oshib borgan sayin vaqtida lecheniya etilmasa, vaqtida shifokor yordam bermasa, bolada bilirubinli ensefalopatiyalar, kerak bo'lsa bolada tavsiya xurujlar ham kuzatilishi mumkin hisoblanadi. Shuning uchun ota-onalar sizlardan ham iltimos, ham talab, bolalarga e'tiborli bo'lish chaqaloqingizga. Agarda chaqaloqda bezovtalik bo'lsin, bo'lmasin, bir oyligida bir marta neonatolog yoki bo'lmasa pediatr ko'rigidan o'tkazishni tavsiya etaman. Sariqlik qachongacha norma, qachon bolada patologiya hisoblanadi bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada sariqlik so'zini qoldiring.